Mana shu RVG port bo'ladi. Bu ag'da ana Evergreen turibdi 25,000 ta. Bunisi emas, bunisi konteyner bo'ladi, unisi kema turibdi Evergreenniki, Xitoydagi 25,000 ta konteyner sig'adi ichiga. 25,000 ta. Mana shu turgan joy, hamma joylar shular nima? Suvni orol. Chiqib dengizni quritganda bu yerda hamma joy suv bo'lgan. Dengizni quritgan, nasoslashlari, nasos suvda qaytarib turadi. O, mana hozir bu tomon quyoshda keyin botyapti. Bu tomon Angliya. 60 kilometrdan keyin Angliya keladi. 60 kilometr dengizdan suzib o'tiladi. Dengiz ichida 50 kilometr suziladi. Sohilgacha bir 10 kilometr, 10 kilometr emas, 2 kilometr bor. Chiqib 60 kilometrga Angliya edi. Go'zal joylar. Mana shu bizning mashina hozir soat 8 bo'lishini kutyapman. Soat 8:00 da yukim tushirsam bo'ladi. Kemalar. Gollandiyani eng tepa qismi. Bitta port bor. Aqdin Dashini portlar, qonli port bitlar. Odam yashamaydi bitlarda. Faqat industrial zona.